Razmeri 125 ga 65 sm bo'lgan bu manish kravatimizni endigi narxi $99 bo'ladi. Xos funksiyalarini birma-bir ko'rsatib beramiz. Spanini kravatiga yonma-yon ishlatsanglar bo'ladi, yonlari ochiladi. Belenarning stulchiklari bor, alohida ishlangan. Ularni xohlasanglar yechib ham bo'ladi mana. E'tibor berasizlar, yechlashlari juda ham oson yechiladi. Mana, olib tashlab bemalol o'zini ishlatsanglar ham bo'ladi. Pardalarni ham bemalol yechlasanglar bo'ladi. Mana pardalari yechilishlari. Temirlarini mana ikkiga bo'lib bemalol ishlatib turasizlar. Mana ishkiratimizning o'zini komplektidan ajoyib o'yinchoqlari ham chiqadi. Yonlariga mana bunaqa karmonlari ham bor. Bemalol kashasini, pamperslarini solib foydalanishingiz mumkin. Bular ham yechiladi, ko'rsanglar bo'ladi. Yechilishlari buni ham juda ham oson bo'ladi. Spanini kravatiga yonma-yon qilib ishlatishinglar knopkasini bosamiz mana. Bemalol mana lipochkalardan chiqazib olib, mana pasaytirib qo'yib ishlatib turasizlar. Spanilarni yoniga bemalol yonma-yon olib kelaverasizlar. Bu manish kravatimizni xohlasanglar oddiy kravat, xohlasanglar manish qilib ham ishlatib Chetlarida zamoklari bor, zamoklarni yechasizlar. Manish holatiga keladi. Ko'rishingiz mumkin, manish holatida ham bemalol ishlatib turasizlar. Teglari juda ham qattiq bo'ladi, bemalol ves ko'taraveradi. Farzandinglar 4 yosh, 5 yoshgacha bemalol ichiga tushib yotishlari mumkin. Yonlarini ko'taramiz, bitta-bitta ko'tarsanglar, ikkita tarafidan. Ko'tarishlariga alohida e'tibor berasizlar, juda ham yumshoq ko'tariladi. Ishlari juda ham chuqur. Farzandinglar uchun alohida kirib chiqishligi uchun chetlari zamokli qilib ishlangan mana. Endi emaylagan paytlari ochib qo'yasizlar, bemalol kirib chiqib o'zligi o'ynab yuraverishadi. Bu manejimizni lulka holatida ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Tagida oyoqlari bo'ladi, mana lulka holatida ham bemalol ishlatib turasizlar. Manish kravatimizni yig'ilishlari ham juda ham oson. Xonada xalaqit qiladigan bo'lsa, bitta harakatni o'zi bilan yig'ishtirib qo'ysanglar bo'ladi. Mana. Juda ham kichkina bo'lib qoladi bu manish kravatimiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz ham mavjud. Ishonchli tez yetkazib beramiz.